Assalamu alaikum. Muhaciratda yaşayotgan Sharqiy Turkistonlik baliq aziz qarindoshlarimiz va Sharqiy Turkiston da'vo yo'lida o'zining har vaqtini sarf qilayotgan jamiyat dernek tashkilot rahbarlarimiz hammalariga men Abdulqodir Jumadan ali ehtirom salom yo'llayman. Biz bugün Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyatining markaziy rahbarlik birinchi yig'inini tamomladik va bu yig'inda rahbarlik qatlamini muqimlashtirdik va yangidan rahbarlarni saylab chiqdik. Bu qatimki saylashda ko'pchilik qarindoshlarningki ko'rsatishi, qo'llab-quvvatlashi bilan Kemina Abdulqodir Juma bu Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyatininki vazifasini, mas'ullik vazifasini ustimga oldim. Bundan keyin jamiyatdagi barliq qarindoshlarimizninki bizning bu xizmatlarimizni yaqindan quvvatlab, qo'llab berishinglarga ehtiyojimiz bor. Uni umid qilaman. Hem bu münasebet bilen nöbette muhaciratda yaşayotgan Sharqiy Turkistonliklarninki ciddi ihtiyacı bo'lgan bir mesele to'g'risidan qarindoshlar bilan azroq bir o'rtoqlashmoqchi va bu haqda o'zimizninki tayyorlagan bir materialni sunmoqchi. Nöbette bizninki Sharqiy Turkistonninki vaziyati, ya'ni zulm kundan kunga eshibatgan, ya'ni bunga chidog'isiz bir holatda, odam ta'riflisiz bir holatda davomlashayotgan bunday bir paytda muhaciratda yashayotgan qarindoshlarimizning bunun qarta bir qandaq bir tayyorlik xizmatlarini ishlashi va nima qilish kerakligi to'g'risida bir birlik hosil qilinmagan ve onun üstüge cemiyette her xil şekiller bilen, her xil bir yollar bilen uşak, düşek, fitne ihvala, gıybet şikayetler ve fikir okşamaslıklar tüpeyliden özara bir bilen boğan ziddiyetler degende muşundak bir selbi boğan bir muhit işide yaşayotganligimiz hemmimizge ayan. Ama xalqaro vaziyat del bunun eksice bir yaxshi bir fursatlarga, yaxshi bir yo'nalishlarga ketayotganligini bilib turgan bo'lsakmi, ammo biz bu fursatlarning qadr-qimmatini bilmay, yana o'zaro dard talash ichida, o'zaro ixtilof ichida yashayotganligimiz bu haqiqatan olimning ichini sirindiradigan, qalbini texmi ezadigan bunday bir azobli bir ko'rinishda yashayotimiz. Bu nima deganda, chiqib aytgan vaqtimizda bu içimizdeki, aramızdaki bir ittifoqsizlik meselesininki kundan kunga ulg'ayotganligini ko'ryapmiz. Bu münasebet bilan biz jamiyatimizningki Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi degan bu sufatiga asosan biz bu ittifoqlik sohasida jamiyatdagi barliq Sharqiy Turkistonliklarning bir ittifoqligini ortaga chiqaradigan ve onu bir mustahkamlaydigan shunday bir xizmat ustida bir bosh qotirish orqali biz Sharqiy Turkistonliklarning ittifoqlik prinsipini tayyorladik. Buni biz ko'pchilik bilan bir o'rtoqlashmoqchi. Bu yerda yana bir taklif o'tish tegishli bir masala shuki, bugün kadar bu ittifoqsizlik nimaga davomlashib keldi? Nimaga bu tuzalmadi? Acaba bu ittifoqlik to'g'risidan boshqa jamiyat tashkilot rahbarlari so'z qilmadimi? Albatta, ularning hamisha da'vat qilgan ittifoqlik, birlik, hamkorlik. Ustozlarimizmi, diniy ulamolarımizmi va yoki ziyolilarimizmi, jamiyatdagi aqsoqollarımızmı
hamisha ittifoqlik to'g'risidan, hamkorlik to'g'risidan o'zining qimmatli fikrlarini, ko'z qarashlarini, tarbiya nasihatlarini davom ettirib keldi. Ammo bugungacha bir ittifoqlikniki o'rtaga chiqolmasligida cho'qim bir masala bor deb qaradik biz. Buningdagi masala, gerçi biz ittifoqlikqa tashabbus qilgan, da'vat qilgan bo'lsakmi, bu ittifoqlikni bir ramka sifatida, bir sistem sifatida, bir prinsip sifatida hamma odam o'rtaq qabul qila oladigan, hamma odamning o'rtaq bir orzusini chiqish qilgan, hammaylar o'rtaq amal qila oladigan bir sistemlashgan bir prinsip o'tirib qo'ya olmaganligi uchun ko'pchilikning rahbarlarning, ustozlarimizning bu ittifoqlik, hamkorlik haqida ishlagan xizmatlarining oqibatda natijasiz qolganligidan deb qaradik. Shuning uchun biz bu yerda Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyati nomidan ittifoqlik prinsiplarini biz tuzib chiqdik. Bundan keyingi xizmatlarimizda va jamiyatdagi xalq ommasida va boshqa tashkilot, jamiyat derneklarda bo'lsin, agar bizning tuzgan bu ittifoqlik prinsipimiz xalqning orzusiga, hozirgi vaziyatimizningki taqozzosiga va boshqa dernek, jamiyat tashkilotlarininki taqozzosiga va yoki manfaatiga uyg'un bo'lsa, biz bu prinsipni cho'rdigan asosda texnik mukammallashtirib, texnik sistemalashtirib, hamma odam qabul qiladigan, aniq rioya qila oladigan va mushu prinsip asosida bundan keyin hech kimning kaynidan g'aybat shikoyat qilmaydigan, quruq gap so'z topmaydigan, dernek, tashkilot, jamiyat rahbarlarini e'tirof qiladigan, hurmat qiladigan, ularning qadr-qimmatiga yetadigan va ularning xizmatiga aktiv moslashadigan, qo'llab-quvvatlaydigan mushunday bir vaziyatni o'ttirg'a keltirishni maqsad qilamiz inshaalloh. Bu munosabat bilan tövende Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyati nomidan bir nechta turlik ittifoqlik prinsiplarini muajiratdagi barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizning diqqatiga sunamiz. Barliq muajir qarindoshlar bundan keyingi ish harakatlarida, faoliyatlarda, so'zlarda amal qilishga tegishli bo'lgan prinsiplar tovandigicha. Birinchi, har bir Sharqiy Turkistonlik Sharqiy Turkiston ideologiyasida mustahkam turish, uni o'zining nishoni, kurash nishoni, harakat mezoni qilish. Ikkinchi, hech kim mazhabchilik, guruhvozlik, ayrimchilik qilmaslik, fitna ig'vo tarqatmaslik, g'aybat shikoyat va o'zaro tuhmat qilmaslik. Uchinchi, ulamolar bilan ziyolilar, aktiv faoliyatchi, mujohid qarindoshlar bilan siyosiy faoliyatchilar bir-birini so'kmaslik, bir-birini chetga qoqmaslik va haqorat qilmaslik, o'zaro apuchan bo'lish. To'rtinchi, rahbarlarning azroq xatolikni bahona qilib, zo'r tahbillarga ko'z yummaslik, ko'ni ishlarni, ko'ni xatoliklarni o'ttirg'a so'rab chiqib, yangi xizmatlarga to'sqinlik qilmaslik, rahbarlarga haqorat qilmaslik, o'zaro apuchan bo'lish. 5. Muhojiratdagi barliq Sharqiy Turkistonliklar qon qarindoshlik, taqdirlashlik munosabatimizni aniq to'lib yetib, bir-birimizga mehribon, kuyincham bo'lish va bu xil axloq fazilatni umumlashtirish. 6. Bölgünçilik, ittifoqsizlik, ixtilof paydo qiladigan masalalarni o'tirib qo'ymaslik va bunga ilib boradigan har qanday so'z harakatlarga qat'iy yo'l qo'ymaslik. Agar bunday ishlar yuz berib qolgan vaqtida gar talash qilmasdan, ziddiyatlashmasdan o'z fikrida chiroyli qilish va ittifoqlikni saqlab qolish. 7.
hech kimning hijoblanish yoki yalang'och yurish, soqol qo'yish yoki soqol qo'ymaslik degandek qiyofatlarga haqorat qilmaslik, axloqqa yot qilmishlarni ko'rganda chiroylicha nasihat qilish, agar qabul qilmasa ko'ziga kirib olmaslik, ziddiyat paydo qilmaslik, ittifoqsizlik paydo qilmaslik va buni ixtilof darajasiga ko'tarmaslik. 8. Diniy tushuncha bilan milliy tushunchani, diniy ilm bilan fanniy ilmni har xil yo'llar bilan qarama-qarshi ko'rsatib, bir-birini kamsitmaslik va bo'lgunchilik paydo qilmaslik ham bundoq kishilarga qat'iy fursat bermaslik. 9. Pokit isbot bo'lmay turib, xoin, jasus, munofiq deb bir-birini qoralamaslik. Dalil isboti bilan pash bo'lgan xoinlar, jasuslar bo'lsa, munosabatlik organlarga pash qilish va ular bilan muomala qilmaslik, bardigarda qilmaslik usullari bilan jamiyatda yolg'iz qo'yib, qilmishini tashlashga majburlash. Tarbiya, nasihat bilan xatolikni tuzatishga fursat berish. 10. Barliq siyosiy rahbarlar, ommaviy dernek tashkilotlar bir-birini e'tirof qilish, o'zaro hurmat qilish, har bir sharqiy turkistonliklar o'zlariga vakillik qiladigan dernek tashkilot va rahbarlariga qat'iy itoat qilish. 11. Hamma ishda hamma odam avval o'zidan boshlash. Bo'libmi barliq rahbarlar kamtarlik bilan o'zini isloh qilib, ittifoqlikqa, ommaga haqiqiy ulgu bo'lish. Yuqorqi prinsiplarni amaliyleştirishda bizning yengishga tegishlik eng ig'ir bo'lgan masala ikki turlik. Birinchi, manfaatparastlik, shuhratparastlik, huquqparastlik iddiasidan voz kechish. Ikkinchi, har qanday vaqtda har qanday bedel to'lashdan qo'rqmaydigan ruh bo'lish. Har qanday bir shaxs bu ikki nuqtani o'ziga lozim tutgan vaqtda vatan, din, millat uchun o'zining har qanday bir bedel to'lashidan qo'rqmaydigan, har qanday manfaatidan voz kechadigan mushundaq bir ruhni turg'izish. Men bu yerda muhojiratdagi barliq qarindoshlarga shuni chaqiriq qilamanki, biz agar mustaqillik da'voyimizda rostchil bo'lsak, qilgan xizmatlarimiz Allah rızası uchun Xitoyning nejis oyoqlarida iffat nomusi dafsanda qilinayotgan mazlum hadi-sing'illarimizning hurligi uchun qilayotgan bo'lsak, tog' uchini bir-birimizga qaratmaylik. Da'vo yo'lida biz ittifoqlashaylik, hamkorlashaylik. Biz şu bir nuqtani aniq to'lib yetishimiz kerakki, ittifoqlashganda cho'qim g'alaba qozong'il bo'ladi. Biz muhojiratdagi barliq qarindoshlar ittifoqlashadiganlar bo'lsak, inshaalloh cho'qim g'alaba qozona olamiz, cho'qim Sharqiy Turkiston vatanimizni mustaqilligini qo'lga keltira olamiz. Bizga nisbatan birlik, ittifoqlik va hamkorlikni barliq keltirish Sharqiy Turkistonni mustaqillikka erishtirishning mutlaq kafolatidir inshaalloh. Hurmatli qarindoshlar, Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi nomidan tuzilgan bu ittifoqlik prinsiplarimizda agar ig'ir ketgan, xato ketgan va yoki kam qolgan taraflar bo'lsa, barliq qarindoshlarimizning tanqidiy fikrlar bilan tuzatishini va barliq muhojiratdagi qarindoshlar bilan bu ittifoqlik prinsipini texmi mukammallashgan, texmi takommullashgan, texmi sistemlashgan ve her qanday bir qarindoshlarimiz qabul qila oladigan darajada mukammal holatda bir qoidadan tuzishga biz bunga tayyor ve qarindoshlarimizningki samimiy takliflarga biz muhtoj. Shuning bilan bizning qarindoshlarımızga sunmoqchi bo'lgan bu ittifoqlik prinsipimiz mushagacha xayr,
Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.